Farg'ona vodiysining afsonaviy o'ziga xosliklaridan yana biri Qo'qon shamoli haqida gaplashamiz. Aslini olganda, Qo'qon shamoli afsona emas, balki ilmiy isbotlangan tabiat hodisasidir. Xo'sh, bu shamol o'zi qanday paydo bo'ladi va nega bunchalik kuchli? Bu shamol O'rta Osiyodagi eng kuchli shamollardan biri bo'lib, tezligi sekundiga 35 metrgacha yetishi mumkin. Yiliga o'rtacha 40 kun shunday kuchli shamol esadi. Arktikadan kelgan sovuq havo Farg'ona vodiysiga tog'lar orasidagi tor yo'lak orqali kirib keladi. O'z-o'zidan kuchli havo oqimi tor yo'lakka kirganida tezligi oshadi. Shamolning aynan shu yo'nalishida Farg'ona vodiysining darvozasi hisoblangan hudud Qo'qon joylashgan. Shuning uchun ham shamolning kuchini Qo'qon aholisi yaqqol his qiladi. Qo'qon shamoli degan nom ham shundan kelib chiqqan. Farg'ona haqida qiziqarli ma'lumotlar va yangiliklardan doim xabardor bo'lish uchun Farg'ona bugun sahifamizga obuna bo'ling.